Ko'p ayollarimizni menga beradigan savollardan biri, mani farzandim bor, lekin ikkinchi, uchinchi farzandga harakat qilayotganimda nimagadir homiladorlik kuzatilmayapti, homilador bo'lolmayapman. Nima uchun? Farzandi bor ayollar ham bepush bo'lishi mumkinmi degan savol berishadi. Hozirda ko'p xotinlar ikkinchi, uchinchi farzand ko'rishi 5 yil, 8 yil, 10 yilga kechiktirishadi. Buning sababi juda ham ko'p. O'qish, ish yoki qanaqadir oilani moliyaviy ta'minlash uchun ozgina kechiktirishadi. Lekin mana shu davrda ayollarimizda organizmida yoshga bog'liq holda o'zgarishlar kuzatiladi. Bunda asosan ayollarimizni o'sha tuxumdonni sifati, zaxirasi pasayishni boshlaydi. Shuning uchun ayol kishining yoshi 35 yoshdan kichkina bo'lganda va siz homiladorlikka 1 yil davomida harakat qilayotganingizda yoki ayol kishining yoshi 35 yoshdan katta bo'lsa va siz 6 oy davomida homiladorlikka harakat qilayotgan bo'lsangiz, lekin sizda homiladorlik kuzatilmayotgan bo'lsa, birinchi o'rinda reproduktolog vrach ko'rigidan xotin o'tishingiz shart. Bunda xotinni birinchi o'rinda erkaklarni, ya'ni spermogramma, martes morfologiyasi, DNK fragmentatsiyasi tekshiriladi. Ya'ni erkak urug'ining soni, sifati, foizi va urug'idagi irsiy o'zgarishlar bor yo'qligi aniqlanadi. Ayollarimizda esa o'sha hali aytib o'tganimdek, tuxumdon zaxirasi, sifati va bachadondagi yallig'lanishlar, infeksiyalar yoki poliplar, miomalar bor yo'qligi aniqlanadi.